Bir hafta savdoda sizlar uchun arzon narxga yaxshi Gentra mashinasi 2019-yil 111 ming kilometr masofani bosib o'tgan birinchi peysi mexanikasi bo'ladi. Akalar mashina holati zo'r holatda turibdi. To'rtta yaxshi yumshoq balonli qo'yilgan, balonlar ham zo'r holatda. Salon qismini ham ko'rsatib chiqsam, salonni ham ko'rishingiz mumkin. Zo'r holatda turibdi. 111 ming probeg, multirul, mashinaga yaxshi chexol, ko'rlarga cham solingan, konditsionerlarga cham bor akalar. Temir gaz balonli uстановka qilingan. Texnik tomonlama hech qanaqa muammolar yo'q. Motorlar ham soatda ishlab turibdi. Kraskasiga keladigan bo'lsa, akalar 15-20% yuzak kraskalar bor ekan, o'zini uchun bir qator tekshirtirib, proverka qildirib olasizlar. Chiroyli nomerlar bilan, auksion nomerlar bilan general danislarga cham chiqadi. Narxni okalasizlar olib maza qilib minishini uchun $8,100 baholandi. $8,100 ga 2019-yil 111 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Minishga tayyor texnik tomonlama hech qanaqa muammosi yo'q. Gentra mashinasi. Egalar nomerlarni qoldiramiz, telefon qilib barak qilishingiz mumkin akalar.